Yangicha boshlasak ham bo'ladi. Hop, barcha kirguncha kutib desam, ketib qolishadi. Hozir boshlab turaveramiz. Kirganlar joyidan qo'shilib ketaveradi savollarni berib. Bo'ldi, bo'lmasiz. Hop, assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech. Ismim Saidjonimov, yurituvchilardan biriman. Hop, Shohjahon bro, siz bilan birinchi marta suhbatlashganimizda sizga taklif qilganimda rozi bo'lganingiz uchun rahmat. O'zi abituriyentlarni va studentlarni o'zaro bir-biriga mavjud bo'lgan savollarni bir-biri bilan berish orqali savollarga javob topish uchun loyihani yuritishni boshlaganmiz. Bizlarni hammamiz, ya'ni yurituvchilarning barchasi Chortoq tumanidagi ixtisoslashgan maktabda o'qiydi, ya'ni oddiy maktab o'quvchilari tomonidan yuritiladigan kanal. Hop, agar rozi bo'lsangiz, audioni boshlaymiz va audioni yozib kanalga tashlab beramiz. Hozir menimcha 9 bo'lgani uchun bizda biroz aktiv pastroq. Assalomu alaykum. Ovozim eshitilyapti? Ha, zo'r. Avvalambor rahmat taklif qilganingiz uchun. Ham bemalol yozib olishinglar mumkin. Manfaatli bo'ladi. Hop, ahvolimga e'tibor bermaslar degan umiddaman. Sababi bizda kechasi soat 9. Tanishganimdan xursandman aka siz bilan. Keyinchalik loyihalarda ham hamkorlik qilamiz degan umiddaman. Xudo xohlasa. Hop. Loyiha davomida shuni tushuntirib ketishim kerak. Istalgan inson savol tug'ilsa berishi mumkin. Sizlarda savol bo'lmagan vaqtda men berib boraman va javoblarni yozib kanalga tashlaymiz. Birinchi o'zingiz tanishib o'tsangiz yaxshi bo'lardi menimcha. Hop. Assalomu alaykum avvalambor hammaga, qatnashayotganlarga va eshitayotganlarga. Men Shohjahon Mahmudov, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidanman. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Arizona universitetida birinchi kurs talabasiman, ya'ni yanvardan o'qishimni boshladim. El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan orqali bungacha avval o'zimizni qishloqdagi Sariq qishlog'idagi 36-maktabda, undan keyin 2 yil davomida Mingbuloqda 13-sonli davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatida va undan keyingi 5 yil davomida mana shu To'raqo'rg'ondagi Is'hoq Ibrat nomidagi ijod maktabida tahsil olganman. Asosiy ma'lumotlar shu. Men ko'pchilikka qiziq bo'lgan bo'lsa kerak, mening yo'nalishim PPL, filosofiya, siyosatshunoslik, iqtisodiyot va huquq to'rttasini bitta bo'lib o'qiyman va bundan tashqari qo'shimchasiga finance, ya'ni moliyani ikkinchi soham qilib qo'shib olyapman. Keyingi yildan Xudo xohlasa. Ajoyib. Ya'ni hozir siz birinchi kursni yakunlab, ikkinchi kursni boshlagansiz va birinchi semestr tugadi menimcha. Yo'q, ya'ni birinchi semestrimni yanvardan boshladim. Ya'ni hali yakunlanmagan, endi boshlandi. Ya'ni bahorgi semestrga kelganmiz biz. Ya'ni birinchi semestrim Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bu. Ungacha O'zbekistonda edim. Yanvarda kelganman o'zim ham bu yoqqa. Ya'ni birinchi kurs, birinchi semestrman. Biz 3,5 yilda bitiramiz shunda, xudo xohlasa. Tushunarli. Demak, siz 24-yilda o'qishga topshirib, bahorgi semestrga kelgansiz. Ha, 24-yilda o'qishga topshirganmiz. Undan keyin El-yurt umidi jamg'armasini topshirdik. Unda javoblari sal kech chiqdi. Kutilganiga nisbatan avgust oylarida kutilayotdi, lekin chiqmadi. O'shani hisobiga bir semestr kechroq o'qishimizni boshlashga majbur bo'ldik. Bahorgi semestrdan, o'sha yanvardan. Va undan keyin shu paytgacha, ya'ni 2025-yil yanvar oyigacha men O'zbekistonda edim. O'zbekistonda yaqinda keldim. Hop, tushunarli. Ajoyib. Siz turli xil kamplarda ishtirok etgan ekansiz va o'zingiz bergan ma'lumotlarga ko'ra turli xil tashkilotlar, ya'ni qanaqadir tadbirlarda ishtirok etgan ekansiz. Tadbir haqida gapirib bersangiz, Amerikada bo'lgan kamp.
NYU Abu Dhabi Design Lab. Uzr, Abu Dabida bo'lgan kamp haqida. Hop, Abu Dabidagi kamp. Bu o'sha NYU Abu Dhabi NYU universitetining Abu Dabidagi kampusidagi bo'lgan yozgi oromgoh edi. Shu dunyodagi har xil o'sha bitiruvchilar va oxirgi bitiruvchilar 10-11 sinflar uchun asosan 10-11 sinflar uchun mo'ljallangan va bunda asosan yangi bir mavzu bo'yicha qanaqadir o'quvchilar o'zi proyekt qilishlari kerak edi. Bunda ham avval saralash bosqichi bo'lgan, 3000 ta odam topshirgan dunyo bo'yicha va undan atiga 45 kishi borganmiz, 45 kishi o'tgan. 45 kishidan ham 35 kishi yetib borgan oxirgi finalga. O'tgan yil 2024-yil may-iyun oyida bo'ldi. Ko'p emas, 4-5 kun bo'ldi xolos, lekin o'sha vaqt davomida biz ya'ni to'liq qoplangan bu borib kelishimiz, yotoqxonamiz, yeb ichish boshqa narsalar hamma universitet tomonidan qoplangan. O'sha va mana shu davomida biz proyekt qilganmiz, ya'ni sun'iy intellektni oliy ta'lim muassasalariga qanday qilib olib kirsa bo'ladi va effektiv jihatdan, ya'ni qanday qilib samarali olib kirsa bo'ladi degan mavzuga tushganmizga. O'sha bo'yicha ishlaganmiz asosan. Har xil Shanxaydan, ya'ni Xitoydan, Iordaniyadan, Falastindan, Saudiyaning o'zidan har xil davlatlardan o'quvchilar kelgan. 8 kishi bo'lganmiz. Mana shu 4-5 kun davomida o'zi u yoqqa borganimdan keyin boshqa culture shock deydi. Ya'ni biz bu yoqda endi O'zbekistondan atiga 4 kishi borgan, 4 kishi o'tgan, 100 kishidan adashmasam. O'zimiz endi biz eng zo'rlari bo'lamiz deb borganimizda, u yoqda borsak boshqacha atmosfera, o'quvchilar o'sha biz erisholmagan narsalarni 9-10-sinflardayoq ularni o'zining sistemasida erishib bo'lishgan. U yoqda biz eng oddiy o'quvchi bo'lib ko'rinib qolganmiz. Lekin o'shanda ham iloji boricha qattiq harakat qilib, o'sha bizning proyektimiz eng innovatsion proyekt nominatsiyasini olgan. Va undan keyin qaytib kelganmiz. Experience juda ham zo'r bo'lgan. Ya'ni boshqa davlat, juda ham erkinlik va o'sha Amerikani sistemasi, o'qish sistemasi qanday bo'lsa, biz ham xuddi shunday sistemada ozgina o'qitilganmiz. Tushunarli. Qo'shimcha informatsiya sifatida aytaman. Meni ham loyiham, ya'ni meni ham professiyam AI bo'yicha va loyihalarni qilish jarayonidaman. Hozir siz o'qigan maktabdagi bir qiz bilan birgalikda loyiha qilishni rejasida turibman. Ya'ni har qanaqa holatda ham biz nima deyishimizdan qat'iy nazar, AI butun dunyoda birdaniga deyarli bir xil vaqtda start oldi va bizda yetib olish imkoni bor. Ajoyib. Birgalikda qanaqadir loyiha qilishdan xursand bo'laman albatta siz bilan. O'qishga qaytadigan bo'lsak, universitetdan avvalgi holatlarga kelamiz. SAT o'rganish jarayoni qanchalik qiyinchilik bo'ldi? SAT o'rganish jarayoni hop. Oson ham qiyin ham bo'ldi demayman. Chunki gruppada o'zi tanishtirgan asodishimsan 1520 olishim uchun menga yil davomida vaqt ketgan. Lekin unda ham masalan aniq bir intensiv o'tirib o'qimaganman, chunki birinchi bo'lib SAT o'qiganimda 9-sinfni bitirganimda o'qiganman. Ya'ni IELTSdan avval SAT topshirganman. Qozog'istonga borib topshirib kelganmiz. Unda paper formatda bo'lardi, qo'l formatida, eskisida borib topshirib kelganmiz. Natija yaxshi chiqqan, lekin qoniqarli emas edi. Menga yetadigan ball kerak emas edi. O'sha 1500 plus bo'lishi kerak edi va keyin IELTS o'qidim. Asosan IELTS tayyorlandim. O'sha 2023-yil may oyida 7,5 oldim. Undan keyin asosiysi SAT'ni self study qilish bo'ldi. Ya'ni Toshkentga bora olmasdim. O'zimizda Namanganda yaxshi o'quv markazini bilmasdim ochig'i. Keyinchalik ba'zi birlar aytishdi, maslahat berishdi. O'zim aniq bilmasdim. Mana shu yerni tavsiya qilishmagan hech kim. O'shaning uchun o'zim self study qilishga majbur bo'lganman. Yoz bo'yi self study qildim. Undan keyin dekabrgacha полностью shu Amerika universitetlariga topshirish bo'lgan va ora-orada uzilishlar bo'lgan. Shuning uchun
2024-yil mayda topshirganimda o'sha eng oxirgisida 1520 bo'lgan, 730 790 chiqqan. Ya'ni agarda intensiv tayyorlanadigan bo'lsa, unchalik qiyin narsa emas. To'g'ri, oxirgi paytlarda qiyinlashib ketyapti, lekin eplasa bo'ladi. Faqatgina shu disiplina kerak, orada uzilish qilmaslik kerak. Agarda unda ozgina uzilish bo'ladigan bo'lsa, progress o'ta ham sekin bo'lib qoladi. Ya'ni uzilish bo'lib qoladigan bo'lsa, 2 oy o'qib turib 1 oy tashlab olsangiz, уже сразу siz esingizdan chiqib ketib qoladigan kontentlar bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha SAT o'qimoqchi bo'lganda kamida 3 oydan shu 6 oygacha maksimum disiplina bilan o'qiyman degan narsa bo'lishi kerak. Avvalo SAT ga tushib ketishdan avval fundamentni yaxshi qilib olish kerak. IELTSdan ko'ra ham ingliz tilini bilgan yaxshi. Ingliz tilini B2 darajada bilganingiz o'zi yetarli. Va matematikadan shu asosan 9-sinfgacha bo'lgan asosiy narsalar, funksiya, boshqa asosiy algebra geometriyasining asosiy narsalarini bilib olsangiz, SATda unchalik qiynalmaysiz. Agarda ingliz tilingiz yaxshi bo'lsa va ingliz tilingiz yaxshi bo'lsa, unchalik qiynalmaysiz. Tushunarli. Bu savol so'raganim sababi bizda ba'zi bir o'quvchilarda, misol uchun o'zimda ham bo'lib turadi, tanqidiy fikrlash jihatdan, ya'ni readingda biz critical thinking masalasi bo'yicha biroz qiynalamiz. To'g'ri, unday ham menda ham reading qiyinchilik tug'dirgan boshida. Ikkinchi marta topshirganimda 670 chiqqanida o'sha English qismi readingda bo'lgan ko'p muammolarim. Readingda qanday yo'qotish mumkin? Asosiysi ingliz adabiyotini o'qib yoki bo'lmasa ingliz tilidagi kitoblarni o'qib oshirishingiz mumkin. Ya'ni iloji boricha sizda masalan SAT'ni readinglarini qilib sirazu masalan IELTSga o'xshab qolamiz, ya'ni Cambridge yechiladimi, bilmayman, qanaqadir practice testlar qilgandan ko'ra avvalo o'sha ingliz literaturasi bilan tanishgan yaxshi. Oddiy kichkina hikoyalar bor, undan keyin kattaroq kitoblar yo'tilsa bo'ladi. Menda ham shunaqa bo'lgan. 670 olganimdan keyin inglizcha kitoblar avval hikoyalar boshlaganman. Dostoyevskiyni White Nights o'zi ruscha kitob, lekin inglizchaga tarjima qilinganini o'qiganman, Oydin tunlarini. Undan keyin Idiot talbasini o'qib, ya'ni siz u narsaga moslashasiz va haftalik ba'zi bir akademik jurnallar bor, Economist, New York Times, Forbes, o'shalarni artikellarini o'qisangiz ham anchagina katta yordam beradi reading comprehension oshirish uchun. Va buni qanaqa tahlil qilasiz? O'qib tushunishingizni o'zi sizni tahlil qilishingiz, ya'ni siz buni har bitta ichidagi gapini, strukturasini qilishingiz shart emas. Faqatgina shu o'qib ma'lumotlarni iloji boricha nima bo'lyapti, ya'ni ko'p holatlarda endi men ekonomika bo'yicha o'qiganman, ekonomika bo'yicha o'shaning uchun ba'zi bir terminlarni o'qib, ba'zi bir terminlarda ozgina qiynalganman boshida, keyin chalik tarjima qilib o'rganganingizdan keyin o'rganasiz va o'sha terminlarni o'rganganingizdan keyin sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. O'qiganingizda artikelni tushunasiz va masalan birorta bir mavzu bo'lsa, xuddi o'sha mavzuni tushunishingiz kerak. Ya'ni siz uni prosta tak o'qishingiz kerak emas. U mavzuni tushunish uchun sevib o'qishingiz kerak. U artikelni ham, kitobni ham. O'shandagina sizda reading comprehension ham o'shadi, critical thinking ham o'shadi. Qiynalmaysiz keyinchalik SAT'da. Rahmat. Xo'p. Endi o'qish topshirish jarayoniga keladigan bo'lsak, Elyortu mediaga topshirish bo'yicha kim maslahat bergan yoki qayerdan bu bo'yicha ma'lumotga ega bo'lgansiz? Bizda o'zi maktabimizda mendan avval ham stipendiyatlar bo'lgan. 4 ta stipendiyatimiz bo'lgan. 4 ta yoki 5 ta adashmasam, va o'shalardan 11-sinfga o'tganimizda endi asosiysi oliy ta'lim muassasalariga topshirish bo'ladi. O'zbekistonniki bilan cheklanib qolgandan ko'ra, shuncha o'zi asosiy maqsadimiz chet el universitetlari bo'lgan va mana shu universitetlarga harakat qilaman deb turib yurganligimiz uchun Elyortu mediani avvaldan bilganmiz, o'sha 9-sinfligimizdayoq bilganmiz. Va kutdik 11-sinfning oxirigacha ham, 11-sinf tugaganda ham ochishmadi, lekin mana shu asosiysi 11-sinfni boshida avgustda ochiladi. 11-sinf boshlamasdan avval avgustdan dekabrga 1-yanvargacha
chet el universitetlariga topshirasiz, har xil ko'proq deadline'lari o'sha deadline'larini 1 yanvargacha qo'yishadi ko'pchiliklari. Unda topshirasiz o'zingiz va qabul xati ularga ba'zi bir Common App yoki bo'lmasam o'zlarining saytidan topshirasiz. Common App, Coalition App bor, Square bor, yana boshqa programmalar bor. Bemalol topshirishingiz mumkin. Ba'zi birlarini requirementlari bor, ba'zi birlari SATga qarab scholarship beradi, ba'zi birlari IELTSga qarab, ba'zi birlari GPA, ya'ni maktabdagi olgan baholaringizga qarab. Shulardan 5-6 ta bo'lgan va o'shani Elliot Umidiga taqdim etganmiz. Iyun oyida ochilgan va javoblari keyin oktyabr 14-oktyabrda chiqqan. Tushunarli, rahmat. Hop, savollarni iloji boricha soddaroq berishga harakat qilaman, sababi obunachilardan yoki o'sha kuzatuvchilardan kelishi mumkin bo'lgan savollarni taxmin qilgan holatda. Universitetga topshirish jarayonida motivation letter, ya'ni motivation essay yozish jarayoni qanaqa kechgan sizda? Menda hop birinchi marta boshlaganimda, men endi ochig'i o'sha 10-sinfni bitirganimdan keyin yozda Brand Campga borganimizda asosiysi o'rgatishgan hujjatda qanaqa yozish yoki nima qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak. Menda reyting yaxshi bo'lgan, o'sha unchalik qiyinchilik tug'dirmagan. Unchalik qiyin bo'lmagan ochig'i, tezda yozganman, lekin bir haftani vaqt ketgan. Undan keyin asosiy unchalik qiyin bo'lmagan. Lekin masalan asosiysi o'zingiz haqingizda va o'zingizning developmentingiz haqida yozilishi kerak ko'p holatlarda. Agarda top universitetlarga topshiradigan bo'lsangiz, undan ham yaxshiroq yoziladi. Ya'ni ba'zi o'zim masalan writing tutor bo'lib ishlaganman onlayn bu yoqqa kelishimdan avval. Mana shu motivational letter, personal statement bo'yicha, statement of purpose, motivational letter bo'yicha writing tutor bo'lib ishlaganman onlayn. Shu vaqt davomida ba'zi bir mana shu top universitetlarga topshiradigan o'quvchilarga ba'zilariga 3 oy, ba'zi bitta o'quvchimiz bilan yozdan tortib toki dekabrgacha bitta essay ustida ishlaganmiz, 650 ta word ustida. Endi ular uchun anchagina deyarli ko'pgina vaqt ketadi, ya'ni 50 mingta 60 mingta so'zni 650 taga qisqartirishga to'g'ri keladi. Va oxiriga kelib fikrlar o'zgarib qolishi mumkin. Lekin asosiysi sizda agarda oddiyroq universitetga topshirmoqchi bo'lsangiz, masalan, men o'qiydigan hozir Arizona universitetiga unchalik kirish uchun qiyin emas. Topshirmoqchi bo'lsangiz, ozgina yozganingizdan keyin bir haftalar davomida bemalol yaxshigina essay chiqarish mumkin. Tushunarli, rahmat. Hop, avval eslatib o'taman yana, kimdadir savol bo'lsa bemalol berib ketishinglar mumkin. Hop, ma'lumotlaringizga qaraganda siz o'rtacha adashmasam shu 7 oycha vaqt sarflagansiz umumiy barcha o'sha Elliot Umidiga universitetlarni tanlab topshirishga vaqtni. 1 yildan ko'p vaqt ketgan, lekin shunaqa desak bo'ladi. Sababi Elliot Umidiga o'sha oktyabrda topshirgan bo'lsangiz, Elliot Umidining javobi Elliot Umidiga topshirishimiz iyul oyida boshlangan, 2024-yil iyun oyining oxirida bo'lgan va uni javoblari 3 oy davomida bo'lgan. Ya'ni iyun oxirida 2022-yillardami adashmasam ochilgan va 14-oktyabrda javoblari chiqqan. Undan avval Elliot Umidiga topshirishdan avval sizda mana shu universitetlarga qabul xati bo'lishi kerak. Elliot Umidiga topshirayotganingizda mana shu universitetlarga kirganman, mana shuncha scholarship, mana shuncha grant olganman degan ma'noda berishingiz kerak va Elliot Umidini o'sha universitetlarga qo'ygan talablari bor. Top 300 da bo'lish kerak universitetlar, o'zingizning sohangiz bo'yicha iloji boricha yaxshi bo'lish kerak. Shunaqa talablari bor va o'sha kategoriyaga mos keladigan universitetlarni qo'shib topshirasiz hujjatlarni orasida, o'sha acceptance letteringizni. Tushunarli. Elliot Umidi haqida gapiradigan bo'lsak, Elliot Umidida topshirish jarayonida hujjatdan tashqari intervyu jarayoni ham bo'ladi, adashmasam. Bu qanaqa kechdi? 3 bosqichdan bo'ladi, to'liq aytsam. Birinchi bosqichi o'sha 1 oy davomida hujjat topshirish va undan keyin test bo'ladi.
IQ testi bo'ladi. IQ va tanqidiy fikrlash bo'ladi asosan. Shu orasida o'zbek tilida ham bor. Undan o'shanda saralab olishadi. Ko'pgina odam testdan ham yiqiladi. Ya'ni iloji boricha saralash kerak. Intervyuga kamroq odam o'tkazish kerak. Va undan keyin intervyu bo'ladi. Intervyu jarayoni yaxshi kechgan, ochiq zo'r kechgan deb o'ylayman. Chunki birinchi bo'lib ertalabda soat 9 da boshlangan bo'lsa, birinchi bo'lib men kirganman. Mani 40 minut olib o'tirishgan bitta xonani o'zida. U yoqda ikkita xona bo'ladi. Ya'ni soha bo'yicha savol berishadi bir xonada, ikkinchi xonada ma'naviyatingiz, ya'ni bu o'zi rostdan o'zbekmi yoki bo'lmasam o'zbek millatiga mos keladimi buni fikrlashi, qaytib kelib O'zbekistonni rivojlantiradimi, shunga o'xshagan savollar bo'ladi. O'shaning uchun ikkita xonaga kiriladi degan qo'yishga. Birinchi xonada o'sha soha bo'yicha bo'lgan, o'zimni soham bo'yicha 40 minut o'sha u yoqda 7-8 kishi o'tiradi. Hammalari bitta-bittadan savol berishadi. Sizga nima desa bo'ladi? Ozgina bosim ham o'tkaziladi. Ya'ni ozgina xato gapirib qo'ysangiz, o'shandan xato topib turib, shunaqa demoqchimiding degan ma'noda aytishadi. Yo'q deb turib tushuntirib berishingiz kerak yoki bilmay qoladigan paytlaringiz ham bo'ladi. O'sha bilmay qolgan paytlaringizda eplab chiqib ketish kerak. Lekin savollarga agarda yaxshi javob bersangiz, ular ham yaxshigina ball qo'yib berishadi. Ma'naviyat xonasida ham shunaqa, asosiysi o'zingizda rostdan O'zbekistonga qaytib kelib, mana shu rostdan el-yurt umidi stipendiyat sifatida, el-yurt umidi stipendiyatligiga mos inson sifatida ko'rsatib berishingiz kerak. Asosiy qilinadigan ish shu. Uning uchun masalan agarda spesifik ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, el-yurt umidi xudo xolasa mart oyida adashmasam ochishadi o'zlarini yangi tanlov. O'shanda topshirmoqchi bo'lganlar bemalol intervyu bosqichiga o'tganlarida bemalol yana bir ya'ni aniq qanday tiplar kerak, o'shunaqa tiplarni berib o'tishingiz mumkin. Qiyin kechmagan, shu 100 balldan adashmasam 86 ball qo'yib berishgan va o'sha oxirida chiqqanida men soham bo'yicha biz 6-7 kishi o'tganmiz. Tushunarli. Xo'p. Universitetga topshirish jarayoni haqida gapiradigan bo'lsak, nechta universitetdan aynan Arizonani tanlab olgansiz? Xo'p, menda ochig'i option ko'p bo'lmagan. Ko'p bo'lgan, to'g'ri, top 100 universitetlar ham bo'lgan. Purdue, Penn State, Arizona State bo'lgan, Missouri bo'lgan va University of Arizona bo'lgan. Lekin meni soham, mana shu PPL soham bor yagona universitet, mana shu Arizona universiteti bo'lgan. Ya'ni bu soha o'zi juda ham kamroq, faqat asosan Buyuk Britaniyada bo'ladi. Lekin men Buyuk Britaniyani o'qish sistemasi unga unchalik to'g'ri yoqadi, lekin u yoqdagi yaxshi universitetdan javob xat olmaganim uchun, ya'ni ularga conditional berishgan, ya'ni masalan kelib o'qishing mumkin faqatgina yanagi yildan, ya'ni 2025-yil sentyabrdan boshlashim kerak bo'lgan Bristol universitetida. O'shanaqa holat bo'lib qolgani uchun u yoqqa keta olmaganman. Oxirgi yagona choram shu Arizona universiteti bo'lgan, lekin yaxshi Amerikada mana shu meni soham bor bo'lgan sanoqli bir bo'lsa 10 ta yoki 15 ta universitet bo'lsa kerak. Bu soha bor, o'sha universitetlardan bittasi. Va hozir soha bo'yicha yaxshi, juda ham endi bu soha bo'yicha unchalik rankinglar yo'q. QSga o'xshab yoki TH bo'yicha hech qanday aytilmaydi. Yo'q, lekin anchagina salohiyatli universitet va deyarli yagona choram bo'lgani uchun mana shu yerga keldim. Qo'shimcha ma'lumot sifatida o'taman. Ozgina izlanish qilib ko'rdim. 18-asr, ya'ni 19-asrning 80-yillarda boshlangan universitet ekan. 300 ga yaqin magistr va bakalavr uchun kurslari ilmiy tadqiqot universiteti ekan va undan tashqari Space Science, AI, Health Science va environment bo'yicha kuchli ekan. To'g'ri, bizda asosan shu NASA bilan hamkorlik bo'ladi. Endi Arizonada asosan cho'lli zona bo'lgani uchun bu yerda shu research ko'p olib o'tiladi va masalan teleskoplar, katta teleskoplar uchun o'sha shishalari aynan biz universitetimizda ishlab chiqariladi, ya'ni boshqa hech qayerda ishlab chiqarilmaydi. Katta mana shu teleskoplar uchun Oyga yoki bo'lmasam любой birorta boshqa
sayyoraga qaraydigan, koinotga qaraydigan uchun katta o'sha katta teleskoplarni lupasi aynan biz universitetimizda ishlab chiqariladi. Astronomiya bo'yicha juda ham baland o'rinda, adashmasam, agar kimdir qiziqadigan bo'lsa, universitetimiz juda ham astronomiya bo'yicha yaxshi, top 10 da turadi. Bemalol kelib o'qishlari mumkin. Sezilarli darajada baland turar ekan. Ajoyib. Hop. Birinchi kursda nechta dars oldingiz? Ya'ni biz bilamiz, chet el universitetlarida dars olinadi va uni topshiriladi. To'g'ri. Xo'p, bizda maksimum 19 kredit, 19 unit deydi. 19 unitga birinchi kelganingizda, ya'ni birinchi semestringiz bo'ladigan bo'lsa, maksimum 19 unit gacha mumkin xolos va 19 unit olganman. Ozgina qiyin, to'g'ri. Ya'ni 19 unit deganda 7 ta dars bo'ladi asosiysi. 7 xil darsimiz bo'ladi. Hammasi har xil, haftada bir kunligi bor, haftada 2 kun, ba'zi birlari 3 kun bo'ladi. Bitta klassim, bitta darsim onlayn, to'liq onlayn bo'ladi. Onlayn darsda o'tiraman, vazifalarimni ham onlayn topshiraman. Ya'ni o'quv xonasiga borib turib o'qib o'tirishim shart emas. Shu 19 kredit bo'lgan, ozgina to'g'ri qiyin, ayniqsa birinchi semestrga kelib o'qish uchun, chunki ko'pchilik даже 12 kreditdan ham qiynalishadi. 4 ta dars olaman. Boshida aytishganda 19 kredit olasan, qiynalasan. Yo'q, unchalik qiyin bo'lmadi. Hozircha Xudoga shukr, qiyin bo'lgani yo'q. Eplayapmiz. Bilmadim, menga unchalik qiyin tuyulgani yo'q ochig'i, chunki avvaldan bunaqa bosimga o'rganganim uchun maktab davrida shunaqa bundanda ko'proq bosimga bo'lardi. O'qish uchun, o'shaning uchun unchalik qiyin bo'lgani yo'q. Keyingi semestrlarda Xudo xohlasa, agarda masalan baholaringiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, 21 kreditgacha ruxsat berishadi. Ya'ni siz 8 ta darsgacha olishingiz mumkin, 8 ta. Hop, menimcha 100 ta kredit menimcha ham juda ko'p. Sababi men universitetga birinchi semestrda 5 ta kredit olish rejalashtirgandim. Shunaqa, bu yoqda to'g'ri darslar deylik, anaqa deyishadi, nima deydi, oson, Amerikada o'qish yoki bo'lmasam darsga borishing shart emas, xohlagancha o'tirasan, lekin o'shanga yarasha vazifasini ham talab qilib oladi o'quvchida. Har hafta ochig'i kechqurun soat 12 gacha kutubxonamiz ishlasa, uyga 12 da boraman ko'p holatda. Vazifasi ko'p. To'g'ri, masalan, bizga o'xshab bir paramiz 80 minut bo'lmaydi. Ko'p maksimum 75 minut o'tiriladi yoki bo'lmasam 50 minutda dars tugaydi. Lekin beradigan vazifasi anchagina vaqt olib qo'yadi. Bitta vazifani tugatishingiz uchun har haftasiga siz o'sha due date'lar qo'yib qo'ygan, deadline'lar qo'yib qo'ygan, o'sha vaqtgacha qilishingiz, o'sha vaqtgacha topshirishingiz kerak. Va o'sha vaqt va iloji boricha har bitta bajargan vazifangiz qanchadir umumiy ballingizda qanchadir foizini oladi. Masalan, bugungi bo'lgan due date'im, ya'ni midtermlar boshlandi bizda, oraliq deylik, oraliq bo'ladigan bo'lsa, umumiy bahoyimni 4dan 1 qismini mana shu bahoyim oladi. Ya'ni agarda mana shu bahoyim sal pastroq chiqadigan bo'lsa, men 4dan 4 GPA ololmay qolishim mumkin. Tushunarli. Shunaqa. Hop. Zohirda kelgan savolni bir o'qib javob olamiz, agar bemalol. Hop, viza bo'yicha qanaqa muammo bo'ldi degan savol bo'ldi. Bizda el-yurt umidi jamg'armasi stipendiatlariga unchalik viza protsessida qiyinchilik bo'lmaydi, chunki bizda sponsorimiz davlat bo'ladi, el-yurt umidi jamg'armasini o'zi bo'ladi. Bizda asosan masalan Amerika Qo'shma Shtatlariga ketadigan o'quvchilarni ism familiyasi ro'yxati elchixonaga ketadi. O'shanda ham lekin reject olganlar bor. Ya'ni masalan kirib turib to'g'ri kirgan, lekin universitet yoqmagan yoki o'zi yoqmagan bo'lsa, viza officerlarga ularga reject beradi, ya'ni qabul qilmaydi, vizasini o'tkazib beradi. Viza jarayoni unchalik qiyin bo'lmagan, tayyorlanmasdan kirganman. Oddiy holatda kirib 2 daqiqa cho'zilgan, universitetim nimaga bu soha va kelganimdan keyin nima qilaman, shu savolni bergan va vizangizni juma kuni kelib olib ketishingiz mumkin. Shu bilan tugadi.
Ya'ni unchalik qiyin bo'lmagan. To'g'ri, ko'pchilikda eshitaman, o'zingiz ketsangiz qiyinchilik katta bo'ladi. Ya'ni sponsoringiz bo'lishi kerak, ota-onangizni hech bo'lmasa biznes bo'lishi kerak, bank счетingizda kamida $55,000 bo'lishi kerak, ba'zi bir universitetlar uchun, oddiylari uchun. Shunaqa bo'ladi va ko'p holatlarda shunaqa bo'lgan taqdirda ham отказ olishadi, lekin eplasa bo'ladi deb o'ylayman. 50,000 dan tashqari ham agarda yaxshiroq universitetga kirib, yaxshiroq scholarship va grant yutadigan bo'lsangiz, unchalik qiyin bo'lmaydi, xudo xohlasa. Hop, budjet haqida gapirdingiz, birozdan keyin bu masala bo'yicha savol beraman. Javob navbatdagi savol, ingliz tilini o'rganishga qancha vaqt ketgan? Ingliz tilini o'rganish, hop, narsa deya olmayman, chunki ingliz tilini deyarli 5-sinfdan beri intensiv ravishda maktab sistemasida to'liq o'rganib kelayotgan bo'lganmiz. To'g'ri, IELTSga tayyorlanish bizani Ibrat maktabi xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan bo'lgani uchun ingliz tiliga asosiy e'tibor kuchli bo'lgan va deylik haftada 4-5 soat ingliz tili o'tardik. 4-5 soat emas, undan ham ko'p edi. 4-5 soat ingliz tilini o'zi, undan tashqari grammar bilan readingga IELTSga alohida bo'ladi. 7-8 soatgacha borar ekan. Va unchalik qiyin bo'lmagan, ya'ni o'zi yillar davomida aniq bir nima desa bo'ladi, foundation bo'lgan, pastki fundament bo'lgan, undan keyin qilgan asosiy ishim shu IELTS formatiga tushib olish bo'lgan va ba'zi bir academically o'zimni rivojlantirish bo'lgan. Shunda menga ketgan asosiy vaqt 3 oy. To'g'ri, birinchi marta topshirganimda self study qilib 2022-yil dekabrda topshirganman. Dekabrda 6,5 olganman. 7,5 ball yetmay qolgan. Keyin undan keyin 3 oy o'qidim. 3 oy o'qiganimdan keyin 6,5 dan 7,5 ga ko'targanman ballimni. Undan keyin ya'ni unchalik qiyin bo'lmagan agarda IELTS formatini o'ziga tushib olish. Ya'ni IELTS to'liq ingliz tili emas menimcha. Tushunarli. Hop, Elor Tumida haqida savol bo'libdi. Qanday qo'lga kiritgansiz deb? Hujjat topshirganman. 3 oydan keyin. Albatta. Hop. Hop, inglizdan beginner bosqichdagilar birinchi ingliz tilini so'ng SAT o'qish kerakmi deb so'rashibdi. Hozir agarda beginner bo'lsangiz, SATga yopishmaganingizni maslahat beraman, kim so'ragan bo'lsa ham. SAT ozgina qiyin narsa, ochig'ini aytsam. Akademik narsa, ayniqsa ingliz tili tarafi. Hech bo'lmasa SAT olish uchun siz ingliz tili literaturasi bilan hech bo'lmasa kim desam bo'ladi, George Orwellning kitoblarini bemalol o'qiydigan darajada bo'lishingiz kerak ingliz tilida. To'g'ri, Orwell ozgina mumkin, boshqa bir oddiy yozuvchilar, masalan, ertaklar yoki qisqagina storylar bo'ladi, shunaqalarni bemalol tushunadigan darajada bo'lishingiz kerak boshlash uchun. Chunki uni yaqindagi formatlarni birorta savolini ko'radigan bo'lsangiz, oddiy narsa emas. Ya'ni to'g'ri, ba'zi bir u yoqda she'rlar beriladi, eski ingliz tilida yozilgan. Ya'ni siz o'qiyotgan ingliz tilidagi emas va ba'zi bir strukturalar bor, umringizda ko'rmagan strukturalardan foydalanishadi. Ayniqsa eski ingliz tilida shunaqa bo'lgan, juda ham chiroyli yozilgan, to'g'ri, ozgina tushunishga qiyin. O'shaning uchun literatura bilan shug'ullangan yaxshi deyman. Shu ingliz adabiyoti bilan anchagina yaqin tanish bo'lsangiz, unchalik qiynalmaysiz. Ya'ni agar beginner bo'ladigan bo'lsangiz, IELTSga avval SATga emas, IELTSga yoki bo'lmasam IELTSga emas, ingliz tilini o'zini o'rganishga harakat qiling. Ya'ni umuman hech qachon IELTS o'qiyman yoki SAT o'qiyman deb hech qachon bormang. Ingliz tili o'qiyman deng. Agarda o'quv markazlariga borsangiz ham faqatgina ingliz tilini o'rganishga harakat qilish kerak. To'g'ri, IELTS ingliz tili darajangizni o'lchab beradigan narsa, lekin u test formatiga tushgandan keyin 6,5 li o'quvchi 7,5 ham olib chiqishi mumkin. Agar ba'zi bir o'quvchilarda yoki ba'zi bir o'zimning tanishlarimda ham ko'rganman, faqat IELTSga o'qigan
7 olgan, sразу esdan chiqib ketadi полностью ingliz tili. Va undan keyin SAT o'qiyman deydi, SATga borganda birortasini bilmaydi даже. Shunaqa holatlar bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun ingliz tilini o'rgangan yaxshi. Ya'ni IELTS ham o'rganmang, SATni ham o'rganmang, asosiysi ingliz tilini o'qing. Avval grammatika, keyin grammatikadan ham ko'ra birinchi o'rinda masalan oddiy storylar bilan bitta kitob bilan bemalol ingliz tilidan chiqarib olish mumkin, literatura bilan. Komprehensiyonni kuchaytirish uchun albatta adabiyot o'qish kerak. Comprehension emas, boshqa narsalarni kuchaytirish uchun emaslar. Bitta kitobni o'zida qilsa bo'ladi. Bizda bilsangiz o'quv markazlarida agar IELTS yoki boshqa biror ingliz tili sertifikatiga tayyorlangan bo'lsangiz 7-8 xil kitob berishadi. Straightforward solutions yana qanaqadir kitoblar Cambridge ishlanadi oxiri IELTSga tayyorlanayotganda yo'q. Ya'ni ba'zi shunaqa metod bor. Bitta kitobni o'zi bilan bemalol listeningingizni ham, readingni ham, vocabularyni ham, writingni ham, speakingni ham chiqarib olish mumkin. Deylik masalan ertaklar bor. Deylik kichkina ertak yoziladi. O'sha Anderson kitob, ya'ni o'zim IELTS kitoblari bor. O'sha masalan o'qib turib boshida to'g'ri tushunmaysiz, ozgina grammatikani o'rganganingizdan keyin o'qishni boshlasangiz bemalol bo'ladi. Ichidagi so'zlarni o'shanda o'rganasiz. Va undan keyin nima yoki bo'lmasam listeningingizni oshirish uchun active listening qilasiz. Xuddi o'sha kitobni, xuddi o'sha storyni anaqa audio formatida hech bo'lmasa bir betini qo'lda yozib chiqsangiz, listening uchun eng yaxshi narsa menimcha shu. Ya'ni o'rganasiz, ham o'qib ham yozishga o'rganasiz, ingliz tilida ham o'qib ham yozishga. Listeningizni oshiradi, o'qiganingizdan keyin shundoq ham reading comprehension oshiradi va o'shanga qarab turib siz reflection essay yozishingiz mumkin, xuddi o'sha story bo'yicha. Reflection writing oshiradi. Vocabulary shundoq ham o'rganasiz ichidan, vocabularyga umuman problema bo'lmaydi va oxirida speaking nima o'smay qolishi mumkin deydi. Speakingda nima qilish mumkin? Xuddi o'sha storyni o'qigan inson bilan debat qilish mumkin. Debatda speaking o'ta ham zo'r o'sadi. Nimaga? Inson o'zini masalan birorta topik beradigan bo'lsangiz, o'zini standpoint, o'zini viewsini, ya'ni o'zini fikrini isbotlash uchun hamma ishni harakat qiladi. U даже umuman umrida gapirmaydigan bola bo'lsa ham anaqa mushuk ham sherga aylanadi deydimi? O'shanaqa bo'lib ketadi. O'shanaqa kerak speakingni oshirish uchun debat va mana shu narsani qiladigan narsa. Ya'ni siz bitta kichkina kitob orqali bemalol ingliz tilini o'rganishingiz mumkin. Faqatgina to'g'ri metodni bilsangiz. Bizda ko'pchilik o'quv markazida bu metodni qo'llashmaydi yoki bo'lmasam qo'llashni xohlashmaydi ham bilsa ham. Hop, tavsiya sifatida 2 ta yoki 3 ta o'zingiz yoqtirgan hikoya yoki qanaqadir badiiy kitob tavsiya qilib ketsangiz bo'ladi. Hop, birinchi o'rinda hikoya beradigan bo'lsam, oxirgi paytda O'zbekistonda bilmadim. Juda ham modaga aylandi shekilli. Oydin tunlar. Qo'yvorishni aytsang deb. Dostoyevskiy bilan juda ham yaxshi ko'rib qolganim o'sha birinchi hikoyasi o'shandan bo'lgan. Keyinchalik ijodni o'qiganman. White Knights'ni faqatgina iloji boricha ingliz tilida o'qiganingizni maslahat beraman. O'zbek tilida to'g'ri o'qib tushunganman, yaxshi bo'lgan, lekin inglizchasini o'qiganimda asl ma'nosi sal boshqacharoq tuyulgan. Ya'ni chuqurroq tushunganman deb o'ylayman. Chunki to'g'ri Ibrohim G'afurov juda ham chiroyli tarjima qiladilar, lekin ingliz tilidagi tarjimasi undan ham chiroyli chiqqan. Juda ham chiroyli chiqqan. White Knights'ni taklif qilardim agarda hikoya o'qimoqchi bo'lganlarga, kitob o'qimoqchi bo'lganlarga. Birinchi o'rinda agarda yaxshi kitob qiynalmayman deyishadigan bo'lsa, baribir o'sha Dostoyevskiyning Idiot telbasini maslahat beraman. Juda ham yoqadi mana shu. Va yana kimni maslahat bersam bo'ladi? Men endi asosan akademik tarafda hozir o'qiyotgan ishlarimiz sotsializm, kapitalizm, kommunizmga oid bo'lib ketgani uchun unchalik ularni maslahat bera olmayman. Ular sistemaga tushmaydi ham. Menimcha ko'pchilikka qiziq emas, lekin agar badiiy adabiyot o'qimoqchi bo'lsa, Sherlock Holmes ham yaxshi kitob, Garri Potter ham agar boshlang'ich o'qishga qiziqish bo'ladigan bo'lsa. Hammani o'zini didi bor, o'zini
nima desa bo'ladi, hammani o'zini didi bor kitobga kelganda ham. Ba'zi birlar fiction yaxshi ko'radi, ba'zi birlar romantikani, ba'zi birlar dramani yaxshi ko'radi. U o'zini hammani didiga bog'liq deb o'ylayman. Rahmat. Hop, universitetga qaytamiz. Barchamiz bilamiz, essaydan tashqari recommendation letterlar bor. Universitetga topshirish jarayonida bu qanchalik muhim? Misol uchun siz qayerdadir ishlasangiz, recommendation letter olsangiz boshqa-yu, maktab o'qituvchingizdan recommendation letter olsangiz boshqa. Ochig'ini aytsam, agarda top universitetga topshirmasangiz, bizni recommendation letterlarimizga unchalik ko'p holatlarda ko'pgina weight qo'shilmaydi. Universitetdagilar ko'p holatlarda bizga yozilgan recommendation letterlarga ham ishonishmaydi. Agarda pechat, qo'l, ya'ni ofitsialniy holatda bo'lmaydigan bo'lsa, juda ham o'shaning uchun o'zbeklarda top universitetlarga kirish qolgan davlatlarga nisbatan emas, o'zimiz Qozog'istonga nisbatan ham juda ham past. Chunki ularda 2016-yilda o'sha MIT ga kirganlar bo'lgan. Bizda bu yil bo'lyapti, keyin 22-yil, 9 yildan keyin. Shunaqa, ya'ni bizda ishontira olish juda ham qiyin, lekin agarda top universitetlarga topshiraman desangiz, recommendation letter juda ham kerak. Maktab o'qituvchingiz baribir anchagina yordam beradi sizda, chunki u sizni hech bo'lmasa 3-4 yil davomida ko'rib yurgan inson kamida. Agarda o'qituvchingiz almashmagan bo'lsa, bemalol masalan 3 oy birga ishlagan insoningizdan ko'ra o'qituvchingizni recommendation letteri ya'ni kuchliroq bo'ladi, chunki u sizni ko'proq biladi. O'shaning uchun agarda rekomendatsiya qiladigan bo'lsa ham bemalol to'liq ifodalab bera oladi sizni. Va ko'p holatlarda o'quvchilarga nisbatan ham counselorni recommendation letterini, school counselorning recommendation letteri yaxshiroq deyishadi. Nimaga? Chunki maktabdagi sistema qanaqa, ya'ni qiyinmi o'qish, bu olayotgan kurslar, bu o'qiyotgan darslar qiyinmi, osonmi, o'shalarni bildirib beradi deydi-da. O'sha avval counselorniki ko'rib chiqiladi, keyin o'qituvchilaringizniki ko'rib chiqiladi. Asosan matematika bilan asosan one humanities and science related bo'lish kerak, ya'ni bitta matematika yoki fizika, biologiya, kimiyada olishingiz mumkin, bitta Englishdan yoki tarixdan o'sha humanities related kursdan olishingiz mumkin. Ona tili o'qituvchingizdan olsangiz ham bo'ladi aslida, va counselordan olishingiz. Ko'p holatlarda shu 3 ta aytiladi va undan keyin boshqa odamlardan olgan lari bo'ladi, ya'ni masalan internship qilgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam boshqa volunteering work qilgan bo'lishi mumkin. Ular ham anchagina yordam beradi, ya'ni bu extracurricularlariga qarab turib, ya'ni bundan qilgan, ishonchiga kira oladigan inson ekan, recommendation letter yozib beryapti, demak yaxshigina bola ekan, yo'q demagan recommendation letter yozib berish uchun ham deydi. Shunaqa, bu yoqda lekin agarda universitetga keladigan bo'lsangiz, agarda hozir masalan bizda ham ba'zi bir programmalarda topshiryapmiz yozgi maktablar uchun, recommendation letter ancha asosiy rol o'ynaydi. O'qituvchingiz masalan kurs olyapmiz, o'qituvchi qayerdan kelyapti, qaysi universitetni bitirgan, qanaqa darajada, PhD'si bormi yoki prosta magistraturani o'zini bitirganmi, qaysi universitetni bitirgan. Shunaqa, ko'p holatlarda berishmaydi, ayniqsa freshmanlarga berishmaydi recommendation letter. Sen bo'lib biz first semestermiz kelganimizga 2 oy bo'ldi. Ko'pchilikka berishmaydi, lekin so'rasak ba'zi birlari xo'p deyishdi. Agarda yaxshi ko'rinadigan bo'lsangiz, bemalol berishadi, lekin bu yoqdagilari ishonarli. Agarda applicationga qaytadigan bo'lsak, applicationda recommendation letter kerak. Qaysi ma'noda? Applicationingizni 15-20% hal qidiradi. Bunga ham e'tiborga qarash kerak, kimda o'tganiga va qanday yozilishiga. Lekin bizda adashmasam ko'p holatlarda o'sha ishonishmaydi. Nimaga? Ingliz, masalan, matematika o'qituvchisidan ingliz tili o'qituvchisiga ingliz tilida yozib yuboradi va ular bilishadi, bizda ingliz tili asosiy til emas. O'zbekistonda bu matematika o'qituvchisi qanaqa qilib turib ingliz tilini biladi deb u ishonarli emas, bo'ldi. Bola aldayapti degan ma'noda fikr bo'ladi. Ularga ozgina kichkinagina reason topib bersangiz bo'ldi, expel qilib yuboradi. Yana boshqa masala bor.
bundoq haqiqatga olib qaraydigan bo'lsak, prezident maktablarida va qanaqadir ijod va ixtisoslashgan maktablarda school council bor xolos. Boshqa umumta'lim, ya'ni katta qismlik, ya'ni katta sonli maktablarda esa umuman school council ham mavjud emas aslida. To'g'ri. Shuning uchun ko'p holatlarda recommendation letterda ham o'quvchilarni o'zi yozishadi. O'zim ham yozganman. O'zimga ham, boshqalarga ham yozganman. Shunaqa faqat ishonarliroq qilish kerak. Ishonarli qilishganda qanaqa qilish mumkin? Ingliz tili o'qituvchi, masalan, to'g'ri o'zbekcha variantini ham jo'natish kerak. Ingliz tili o'qituvchisi tomonidan tarjima qilindi yoki bo'lmasam notariusga borib turib tarjima qildirish orqali qilish mumkin. Juda ham ishonarli bo'ladi. Va bizda ham bizni maktabda adashmasam school counselorimiz unofficial bo'lgan, MC to'g'ri bo'lganlar. Ya'ni prosta yordam berardilar. Mana shu akkauntimni kiritinglar, men sizlarga recommendation letter kirgizib qo'yaman derdilar. Xolos, asosan endi prezident maktablarida LL sistemasi bo'lgani uchun ularga school counselor kerak. Ochig'i qolgan ijod maktablari men bu ixtisoslashtirilgan maktablarni bilmadim, ularda school counselor bormi yo'qmi. Ular bizda bor. Unda yaxshi, agarda bo'ladigan bo'lsa, juda ham yaxshi. Ya'ni sizga ko'p ish tushmaydi. Bo'lmasam agar oddiy maktabda bo'ladigan bo'lsangiz, ham o'zingizni personal statementingiz, supplemental essaylar bo'ladi, boshqa problemalar, ya'ni ota-onangizni anaqalarigacha so'rashadi ba'zi bir universitetlar, qancha pul topadi. Moliyaviy jihatdan so'rashadi va recommendation letterda o'zingiz yozishingiz kerak. Ancha yugur ko'p bo'lib qoladi. Lekin har bitta maktabda bo'lgani yaxshi. Hech bo'lmasa zavchlarga yoki bo'lmasam shu qanaqadir bir insonlarga bunaqa narsani yuklatilgani yaxshi deb o'ylardim. Albatta. Boshqa muammo bo'lishi mumkin. Misol uchun, aynan shu universitetga bitta maktabdan topshirib, 2 xil zavj nomidan. Bu tanishlikda o'xshaydi. Juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni bu baribir menga yozib bermaydi yoki bo'lmasa menga yaxshi yozmaydi, o'zimni topshirganim yaxshi deyshadi. O'shaning uchun masalan ikkita odam bir xil maktabdan, ikkita akkauntdan va bir xil ismdan topshirsa, ular уже muammo bo'ladi. Muammo bo'ladi. Nimaga bir xil akkauntdan topshirmayapti? To'g'ridan-to'g'ri отказ qo'yadi, sizga o'qimay turmaydi. To'g'ri. Juda ham ko'p holat. Shunaqa narsalar bo'lgani uchun O'zbekistonda faqatgina ko'radigan bo'lsangiz, ko'pchilik odamlar asosan kiradigan insonlar prezident maktabidan bo'lyapti. Ularda ishonarliroq oddiy maktabga nisbatan. Hop, qo'shimcha sifatida universitet bo'yicha agar kimdadir savol bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. Yangi mavzu ochamiz, Abu Dabidagi loyiha bo'yicha. Jamshidbek, sizda savol bormi? Bir do'stimizni tomog'i og'riydi ekan, shunga gapirolmayapti, Karimjon. Mayli. Shifosini bersin. Bizga qanaqa tavsiya beradi degan savol kelibdi do'stimizdan. Qaysi ma'noda tavsiya ekan? Konsalting yoki o'zimiz tayyorlashimiz kerakmi degan savol kelibdi. Qaysi birini tavsiya qilasiz? O'zingiz. O'zingiz tavsiya. Aytmoqchi bo'lganim, agarda Elliot Umidi yutib keladigan bo'lsangiz, konsalting sizga kerak emas. Konsalting qilib beradigan narsa nima? Asosiy komponentni to'ldirib berishingiz ish bo'ladi, xolos ko'p qiladigan ish. Uni agarda ozgina ingliz tilini B2 darajada bilsangiz ham bemalol o'zingiz qilishingiz mumkin. Konsalting qo'lingizdan 200-300 kamida dollar pulingiz olishi mumkin. Oladi. $1000 ko'proq oladiganlarni ham ko'rdik. $1000 olishyapti ba'zi bir joylarda. O'shanaqa holatlar bo'ladi. Ya'ni sizda
to'g'ri yordam beramiz vizangizgacha bunaqa deyishadi, vizaga tayyorlaymiz. Yo'q, siz agarda o'zingiz masalan ingliz tilini hech bo'lmasa B2 darajada 6.5 IELTS bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zingiz qilishingiz mumkin. Konsaltingga yaqinlasha ko'ring. Konsalting faqatgina shu agarda erinsangiz o'zingiz konsaltingga borishingiz mumkin, lekin buni bir haftada hammasini qilib qo'yadigan ish unchalik qiyin emas. Faqat bankskiy shot yoki qanaqadir muammo biroz vaqtingiz olishi mumkin. O'shanda problema bo'lishi mumkin. O'shanda masalan maslahat so'raganingiz yaxshi. Kimdir shu o'zi ketganlardan qanaqa qilgansiz? Ya'ni konsaltingga botirish shart emas. Ya'ni qancha pul qo'yib turish kerak yoki qachongacha turish kerak? Pul 3 oymi, 1 yilmi, 1 oymi, ba'zi bir joylarda 1 oy. O'sha va vizaga ham o'zingiz topshirishingiz mumkin. Vizaga ba'zi birlar ro'yxatdan o'tishga ham $50. Toshkentda o'zida ko'rdim. $50 dan ko'proqga ham olishyapti. Ro'yxatni o'tishni o'ziga. Tayyorlashga $200. 2 daqiqa. Va unda deylik anaqa emas nima deydi, ko'pchilikda anaqa ham qilib berish olmaydi, vizani olib beraman deb turadi. Ya'ni o'zingiz bemalol tayyorlanib bemalol qiladigan narsangizni pulga qildirib o'tirishdan foyda menimcha logichni ham mos kelmaydi. Va qiziqishni aniq ko'rsatib berish uchun sizda yaxshi imkoniyat bo'ladi universitetga topshirishda. Ajoyib, sizni fikringizni qo'shilaman. Konsalting baribir sizdan nima oladi? Asosiy ma'lumotlaringizni oladi, qolganini o'zlari bilmadim. Ular ham nima qilishadi asosan? Bitta essay olishadi, ChatGPTga qo'yishadi, o'zgartirib ber deyishadi. Keyin uni ChatGPTdan ko'ra o'zlari o'zgartirishadi, sal humanize qilib, keyin uni yuklab olishadi. Ko'p holatlarda unda. Yaxshi ham ChatGPT bor. El-yurtimda haqida ko'proq ayting. Kimlar uchun maktab o'quvchilari topshirsa bo'ladimi? Yosh masalasi qanday degan savol kelibdi. El-yurtimga asosan shu 11-sinfda bo'lishingiz kerak. Oxirgi maktabda bitirgan yoki maktabning oxirgi sinfida o'qiyotgan bo'lishingiz kerak. Topshirayotgan paytingizda, ochishgan paytida. Va el-yurtimizda shunaqa bakalavrga, magistrga, doktoranturaga bor. Xohlagan paytingiz topshirishingiz mumkin. Bakalavrni o'sha oxirgi kursni tugatayotganingizda ham topshirishingiz mumkin. Magistrni tugatib o'tirib PhD qilmoqchi bo'lganingizda ham topshirishingiz mumkin. Faqatgina qo'lingizda qabul xati bo'lishi kerak universitet uchun. Universitetga ya'ni kirganligingizga bir dalil bo'lishi kerak. Va o'sha sertifikat qo'lingizda hech bo'lmasa B2 даже 0.2 ham olishadi. Ularga 0.2 olishadi. Asli shart emas, agarda shunaqa bor, conditional acceptance letter bor, ya'ni agarda bizga IELTS sertifikatingni yoki ingliz tili sertifikatingni jo'natsang, biz senga to'liq kirganlik haqida nima deydi, acceptance letteringni jo'natamiz deydi. Ko'pchilik universitetlar. Agarda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, sertifikat topshirishingiz kerak, B2 daraja. O'sha ya'ni conditional acceptance letter bilan B2 darajada biladigan o'sha sertifikatni ingliz tilida yoki bo'lmasa boshqa tilda biladigan sertifikatingizni topshirishingiz kerak. Yoki bo'lmasa asli shart emas, el-yurtimizga asosiysi shu acceptance letterni bersangiz bo'ldi. Tushunarli. Hop, menimcha siz hozir universitetdamisiz? Yo'q, universitetdaman. Hop, menimcha agar universitetda kutubxonani yonida. Bir narsa so'rash mumkinmi? Afzal qilish haqida savol kelibdi, agar imkoni bo'lsa. Xo'p. Jonli bo'lardi. Telefonimda ham hozir bizda spring break boshlanadi yaqinda 8-martdan, ya'ni bir haftaga ketamiz. Bir haftadan keyin, bir hafta davomida undan keyin bu yoqda ovoz masalasi bo'yicha menimcha muammo bo'lyapti. Ovozim eshitilyaptimi? Endi eshitilyapti. Uzr, Wi-Fi'dan uzoqlashib qoldim. Xo'p, bundan keyingi keladigan hafta davomida kitob yarmarkasi bo'ladi bizda. Uzr, menimcha teskari kamera bo'lishi. Xo'p, bu universitetimizning maydoni hozir xunuk bo'lib qolgan, asli delik to'liq
yashil bo'lib turardi. Bu universitetimizni kutubxonasi. 5 etajli kutubxona. Agar xohlasanglar kutubxonaga Wow. olib chiqaman. Sizga ma'lum kelmasa, biz xursand bo'lamiz. Yoki-da keyin tashlab bersangiz ham mumkin. Yo'q, anaqa emas. Keyinchalik boshqa joylarni ham ko'rsatish mumkin. Kutubxonamizda bugun shanbalik uchun hech kim yo'q deyapti. Oshaning uchun. Ajoyib. Biz xursand bo'lamiz. Bu yerda deyarli hamma sharoit bor, xonalar bor. Bemalol kirib o'zingiz dars qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam o'quvchilar boshqa o'sha klassmentlar bilan bemalol dars qilishingiz mumkin. Xo'p. Bu yoqda mana shunaqa viewlarda o'tirasiz. Chiroyli joylar va kitoblar. Mana shu 3-chi, 4-chi, 5-chi etajimizda asosan kitoblar bo'ladi. To'g'ri, kompyuterda foydalangan. Bu yoqda mana bu kitoblar bor, ya'ni juda ham ko'p. Ovoz bo'yicha muammo bo'lyapti. Ajoyib. Birov ovoz bo'yicha muammo bo'lyapti. Internet manimcha muammo. Texnik nosozlik uchun barchadan uzr so'raymiz. Wi-Fi dan uzoqlashyaptilar. Endi-chi, ovozim yaxshi? Ajoyib, ajoyib. Xo'p, asosiysi shunaqa uzr, Wi-Fi da maslahat. Bo'ldi, tushunarli. Hop, nechta tildagi kitoblarni topish mumkin kutubxonada? O'zbek tilidan kitoblarni ham topishingiz mumkin ekan. Xo'p, har xil bemalol. Shunaqa ko'pchilik endi bu yoqda asosiy bo'lgani kutubxona o'zlari sotib olishmagan ko'pchilik kitoblarni. Donatsiyalar bo'ladi, ya'ni umrini oxirida baribir mendan keyin bu kitoblar qolmaydi degan ma'noda o'ylab qolishadi ba'zi bir insonlar, o'shani berib yuborishadi. Va o'shaning uchun juda ham ko'p kitoblar, eski kitoblar bor. 1700-yildagi kitoblarni ham topdik dedim, agar eshitilgan bo'lsa. Va shu o'zbeklarimiz ham adashmasam yoki boshqa odamlar berib yuborishgan bilmadim, o'zbek tilidagi kitoblarni ham ko'rdik. Ba'zi bir shunaqa kitoblar bor. Rus tilida deyarli hamma tilda topasiz. Lotin o'sha o'lik lotin tilidagi kitoblar ham bor. Bu yoqda chunki lotin tili o'tilar ekan, til sifatida. O'lik til sifatida o'tiladi darsda. O'tiladi. Chunki bu yoqda asosan antropologiyaga ham juda ham rivojlanganimiz uchun antropologiya yoki boshqa narsalarga ham ko'pchilik eski yozilgan narsalar lotin tilida, o'shaning uchun odamlar o'rganadi. Lotin tilini ikkinchi til sifatida olishingiz ham mumkin. Ya'ni unda gapirishingiz shart emas, unchalik qiyin emas va asosiy ingliz tiliga o'xshab ketadi deyishadi. Birorta darslarni yana agar o'zimni kurs workimdan ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, birorta olib ko'rishim mumkin. Chunki qiziqarli. Lotin tili qiziqarli. Hop, bitta huquq bo'yicha savol beraman. Bizada jamoat joylarida kamera ko'tarib tursangiz, insonlar o'zlarini g'alati his qilishadi. Hozir siz bemalol kutubxonada kamera ko'taribsiz. Bunga qanaqadir pretenziya yo'qmi? Ya'ni qonun jihatdan mumkin, ammo insonlarda qanaqadir muammo bo'lmaydimi? Yo'q, deyarli hammalari agar masalan siz ularni rasmga yoki videoga oladigan bo'lsangiz, kulib qarab o'tib ketishadi. Bu yerda ya'ni to'g'ri ba'zilari bo'ladi. Iltimos meni videoga olma deydi yoki o'zlari sekingina videoni ko'rishsa sekinga o'tib olishadi. Ya'ni bizga o'xshab nimaga olyapsan, olma, shunaqa umuman qilishmaydi. Judayam bu yoqda menga eng yoqqani insonlarga bor madaniyat, judayam o'zimizda o'zbek madaniyati rivojlangan deydi, lekin Amerikadaliklar ba'zi bir narsalarda bizdan o'tib tushadi. Masalan, sizda ketayotganingizda tanimagan insoningiz ham kompliment qilib ketadi. Masalan, "Voy, kiyiming yaxshi ekan, chiroyli ekan",
zo'r ya'ni bugun zo'r kiyinibsan yoki eshik ochib turadi. Masalan, siz 4-5 qadam orqadasiz u odamdan, lekin sizni kutib orqadagiga qaraydi, siz kelyapsizmi, eshikni ochib kutib turadi. Eshik yopilib qolmasin biladi, ya'ni eshikni yopsangiz, basharasiga yopgandek bo'ladi. O'shaning uchun kutib turishadi. Professorlar ham shunaqa, ba'zi birlari anaqalar snaklar ko'tarib kelishadi o'quvchilarga darsda endi anaqa bo'lib qolmasligi uchun, nima deydi, zerikib qolmasligi uchun. Bu kabi holatlar bizda ham biroz rivojlanish jarayonida, sababi bizda ham ajoyib o'qituvchilar paydo bo'lgan, zo'r o'qituvchilarimiz bor. Muammosiz. Hop. Agar ruxsat bersangiz, Abu Dabida bo'lgan loyiha haqida biroz qisqacha gaplashsak. Yo'nalishingiz aytdingiz, AIni ham targ'ib qilish, ya'ni rivojlantirish bo'yicha ommalashtirish dedik. Sizlarga kim bu haqida, ya'ni qaysi sourcedan ma'lumot oldingiz Abu Dabiga topshirish masalasi bo'yicha? Abu Dabiga topshirishda u yoqda o'qiydigan, o'sha universitetni o'zida taniydigan bir ikkita tanishlar bo'lgan. O'sha ibrat kampga borganimizda orttirganmiz, o'sha yerda yaxshi tanish bo'lganimizda mana shunga topshirib ko'r, o'tib qolasan deyishgan. Keyin topshirganman oxirgi kuni, oxirgi 2 soat ichida prosta menga aytilgan, oxirgi kuni aytilgan, hop deb topshirganman. Esseylari bo'lgan 250 ta. Shunaqa edi, 250 taligida. Asosiysi o'shanga qarab olinganmiz. Oxiri, ya'ni juda ham tez bo'lib ketgan. Kutmaganman, o'taman deb, chunki juda ham tez yozganman. 2 soat ichida esselarni yozib topshirib yuborganman. Va 10 kun emas, bir deyarli 12 kun o'tib keyin javoblari chiqqan va kutilmaganda o'tgan. Ajoyib. Hop, qanaqa loyihalarni ustida ishlagansizlar? O'sha 4 kun, bir hafta davomida dedik. Ovoz uzilib qoldi, uzr. Shohjahon. Ovoz uzilib qoldi. Hop, do'stlar, agar kimdadir savol bo'lsa yozib qo'yishingiz mumkin. Bizda soat kechki 10 PM va ularda soat kunduzgi 10 AM. Ya'ni 12 soat orqada Amerikada. Faqat vaqt bo'yicha. Ming bor uzr. Wi-Fi'dan shunaqa ozgina problema bo'lib qoladi. Hech qisi yo'q. Qayerda to'xtab qolganim? Hop, boshida. Hop, o'sha borganimizda liberal arts, AI in liberal arts Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'qitish sistemasiga qanday qilib turib AIni birga qilsa bo'ladi. Mana shu sun'iy intellektni qanday qilsak bo'ladi, qanday yo'naltirsak bo'ladi degan mavzuda ishlaganmiz. Ya'ni masalan, o'quvchilar hozir ishlatishadi, juda ham ko'p. 90% o'quvchi ishlatadi. Essaylarni yozishda yoki bo'lmasam boshqa ishlarni qildirishda, даже misollarini yechishtirishda ChatGPT, DeepSeek chiqdi. DeepSeek juda ham tez rivojlanib ketdi bu yoqda. Bloklardan qo'yishadi adashmasam yaqin orada. O'shanaqalarni ishlatishadi deyarli 90% o'quvchi. O'shani oldini olish uchun shu AI darslarini kiritaylik deyishdi. Ya'ni AI ethics degan, ya'ni masalan AIni qanday ishlatsa moralni to'g'ri bo'ladi. Ya'ni nima desa bo'ladi? Vijdoningiz qiynalmasdan ishlatasiz degan ma'noda. Juda ham ko'pchiligi to'g'ri ishlatishadi, oxirida aytib qo'yadi it's not ethically correct. Ya'ni bu meni vijdonimga mos kelmayapti, vijdonim qiynalyapti. Ishlatyapman, vijdonim qiynalyapti deb qo'yishadi. Ta'sirlari bor shunaqa. O'shanda ya'ni biz asosiy qilganimiz shu o'quvchilarda bo'ladigan problemalarda ba'zi bir darslar cancel bo'lib qoladi.
ya'ni o'qituvchini mazasi bo'lmay qolishi mumkin yoki boshqa biror bir hodisa bo'lishi mumkin. O'shani Gmailga jo'natiladi ko'p holatlarda. Undan ko'ra birorta bir har bitta universitet programma yaratsin AI va o'sha AI programmasi notification bersin. Ya'ni bugun darsing cancel bo'ldi nimaga va shuni tursang bo'ladi yoki bo'lmasam как Duolingoga o'xshab turib kunlik progress buni qilishing kerak. Ya'ni bugun shu dueing bor, shunaqani qilishing kerak, bugun deadlineing bor, mani vazifang yaxshi chiqyapti, shunga o'xshagan narsalarni aytganmiz. Shunaqa programma yaratishimiz kerak va buni prototipini ham yaratib bergan o'sha xitoylik o'rtog'imiz boshlang'ich prototipini yaratib bergan. Ichi qanaqa bo'ladi? Nomini AIE qo'ygandik, ya'ni AI Ethics'dan olganmiz. AIE qo'yganmiz u programmaning nomini. Ya'ni o'sha sizni masalan как o'quvchi uchun, student uchun u kurs plan bo'ladi. Ya'ni u hamma narsani eslatib turadi va sizga yordamchi bo'ladi. Telefoningiz bo'lsa bo'ldi, telefoningiz internetingiz bo'lsa bo'ldi. Internetsiz variantini ham ko'rdik, lekin unchalik ishlamasa kerak deb o'yladik. Internet va telefoningiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, ba'zi bir holatlarda o'zingizning vazifangiz borligi esdan chiqib qoladi yoki bo'lmasam ulgura olmay qolishingiz mumkin. O'shanaqa holatlarda u narsa eslatib turadi va shu bilan o'qib chiqqanmiz AI'ni va buni oxirgi kuni uchib ketishimizdan bir kun oldin prezentatsiya qilib berganmiz. 8 ta jamoa, endi hammaga har xil tema berilgan, lekin hammasi AI bo'lgan. Ya'ni AI'ni bizga liberal arts education systemga qo'shish bo'ladigan bo'lsa, ba'zi birlarga narigi komandaga AI'ni o'sha oddiy hayotimizga qo'shish yoki bo'lmasam boshqa turlari ham bor-da, deyishmasin, aniq to'liq esimda yo'q. 8 ta jamoa bo'lgan va 4 ta nominatsiya bo'lgan xolos. O'sha 4 ta nominatsiya va yo'qda asosiysi professorlar bizni o'qitgan, AI bo'yicha o'qitgan professorlar va AI bo'yicha yoki bo'lmasam boshqa полностью ma'lumot bo'yicha o'qitgan professorlar judge bo'lgan, ya'ni o'shalar juri bo'lib hammalari o'zlarini savollarini berishgan. Ya'ni bunaqa bo'lib qolsa-chi, buni qanaqa qilib yechasizlar, bunaqa bo'lsa-chi, o'zi rostdan ishlaydimi bularning, shunga o'xshab turib berishgan va oxirida e'lon qilishganda eng innovatsion loyiha deb turib nominatsiyasini berishgan bizga. Ajoyib. Xo'p, agar bu kabi loyihalarni undan tashqari qanaqa afzalliklar bor? Misol uchun networking deysizmi yoki qanaqadir buni asosiysi siz borganda o'sha perspektivingiz, agar o'sha chetga chiqib birorta programmaga borsangiz, sразу perspektiv, ya'ni siz o'ylagan narsa to'g'ri bo'lib chiqmaydi ko'p holatlarda. Va siz o'zingiz o'ylagandek aqlli bo'lib chiqmaysiz. Ya'ni ularni ko'rib turib, men bularning yonida prosta yuribman ekanda deb o'ylaysiz ko'p. Shunaqa bo'ladi va u yoqqa borganingizda networking bo'ladi asosan. Ya'ni u yoqqa borgan odamlarning o'zi ham oddiy o'quvchilar bo'lmaydi. Eng zo'rlaridan saralab olinganlari bo'ladi. Va Abu Dabidagi o'sha professorlar bilan tanishganmiz asosan va bu narsa menga nima olib keldi? Abu Dabiga borganimizda shu professor bilan gaplashdik, yarim soat darsdan keyin o'tirib gaplashganmiz. Gaplashib o'tirganimizda shunaqa yo'nalishim u paytda ekonomika o'qiyman derdim. Ekonomika bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, mana shu professor bilan gaplashib ko'rsang bo'ladi deyishgan. U Jean Imbs edi, o'zi fransuz, lekin Abu Dabida yashaydi. O'sha bilan podkast qilishga muvaffaq bo'lganmiz. Ruxsat degan, chunki ular bilan podkast qilish juda ham qiyin. Ya'ni oddiy odam bo'lmagan, ya'ni u Yevropa iqtisodiyot bankida ishlagan professor bo'lishdan avval, ya'ni juda ham bir ekonomika bo'yicha anchagina ish qilib qo'ygan inson bo'lgan va u orqali boshqa London Business School'ni bosh direktori o'rinbosari Elias bilan
gaplashganmiz. Ular ham ya'ni do'st bo'lishgan, birga ishlashgan ba'zi bir joylarda. O'shaning uchun ularni bilanib ketaveradi. Ular bilan ham podkast olganmiz. YouTube'da bor. Agar tashlab qo'yishim mumkin. Lekin chiqmagan. YouTube'ga bittasini joylaganmiz xolos. Ikkinchisida ozgina problema bo'lgan, ovoz chiqmay qolgani uchun joylay qo'yganmiz. Birinchisini joylab qo'yamiz. Lekin ya'ni ular bilan bir o'zlarini research paperlari ustida va mana shu AI haqida ham gaplashganmiz. AI dunyo asosan ular endi political economist bo'lgan. AI dunyoni boshqaradimi yoki bo'lmasam AIni ekonomikaga ta'siri qanaqa? Shunga o'xshagan savollar ham bor edi orasida. Ular juda ham bir chiroyli javoblar berishgan, ya'ni oddiy kutadigan javoblar emas. Ularning hammasini o'zining perspektivi bor. Hammasini o'zini fikri bor. O'shaning uchun hammasi har xil juda ham chiroyli fikrlar berishgan. Buni keyinchalik ham olamiz dedik, lekin shu hali o'qishlarimiz bir joyga tushmagani uchun ba'zi bir o'qituvchilar, ba'zi bir professorlar iloji boricha shu braklarga qo'yaylik, ya'ni bizda hozir dars o'tishim kerak, ya'ni mani vaqtim yo'q degan ma'noda aytishdi. Shu iloji boricha shu yozga mo'ljallab turibmiz, iloji boricha haftalik iloji boricha chiqarib borishni. O'zbekistondagi ba'zi bir tanishlarim bor, mana shu o'rtoqlarim bilan birga qilamiz. Xudo xohlasa bu proyektni keyinroq yoz davomida menimcha olib borsak kerak. Sahifani tashlab bersangiz, albatta iloji boricha tarqatamiz va o'zimiz ham ko'ramiz. Xudo xohlasa, men linkini faqatgina bitta videoni joylaganmiz xolos, o'shani tashlab qo'yaman. Ajoyib. Xo'p. Menimcha agar kimdadir boshqa qo'shimcha savollar bo'lmasa, menda to'g'risi savollar tugadi va universitetni obzorini keyinchalik o'zingizdan video sifatida kutib qolamiz. Xudo xohlasa. Biz uchun qiziq. Yaxshi chiroyli joylarimizdan tashlab qo'yaman video shaklida sizga. Ajoyib. Hop, o'zbek studentlardan, ya'ni o'zbek community qanchalik ko'p yoki bormi? O'zbek yurgan qadamingizda o'zbek deymi? Ajoyib. Ko'pchilik o'zbeklar mana shu Arizonaga keladi. Nimaga? Deylik, ko'proq scholarship beradi. El yurt umidini deylik yaxshi anaqalari bor. Yaxshi taylari bor. O'zbekchasiga nima deydi? O'rtadagi munosabat yaxshi universitet bilan el yurt umidini. O'shaning uchun 60-70 kishi bo'ladi, lekin asosiy ko'radiganimiz 10-15 kishi. Ya'ni o'zlarini ishlari bilan endi asosan ko'pchilik va 3-4 kursga o'tganingizdan keyin o'sha bitta binodan chiqmay qolasiz deyshadi ko'pchilik. Ya'ni rostdan shunaqa bo'ladi. Binodan chiqmay o'sha yerda o'zini dars qilib o'tirishingizga to'g'ri keladi. Qiyin bo'lib ketadi. 1-2 kurs to'g'ri oson, lekin 3-4 kursga o'tganingizda o'z sohangizga chuqurlashasiz yana ham, qiyinlashib ketadi kurslar. O'shanda ya'ni siz kutubxonaga kelib dars qilgandan ko'ra o'zimiz o'sha departamentimda o'zimni qayerda dars bo'ladigan bo'lsa o'sha yerda o'qib o'tirganim yaxshi degan ma'noda o'sha yerda o'qib o'tirasiz xolos ko'p holatda. Ajoyib. Shuning uchun ko'rishmaymiz ham, asosan ko'rishadiganimiz 1-2 kurslar bo'ladi. Ora-orada qolgan katta kurs aka-opalarni ham ko'rib qolamiz. O'zbek community bor, xudo xolasa Navro'z bo'ladigan bo'lsa, Navro'zni qilish arafasida turibmiz. Universitet tomonidan ro'yxatdan o'tgan Uzbekistan Student Association'imiz bor. Ular o'zbek $2000 atrofida adashmasam fond qilib beramiz deyishdi va ya'ni osh qilib yoki bo'lmasa boshqa bir narsalar umumiy tadbir o'tkazadigan bo'lsak, o'shanda tadbirlarimizga pul sifatida universitet o'zi ajratadi. O'shalarni qilish rejalashtiryapmiz hozir va xudo xolasa uni ham Elyor Tumidi kanalida ko'rib qolishingiz mumkin. Ajoyib. Hop, kimdadir savol bormi? Qo'shimcha. Bizda o'zi soat tungi 10:07 ham bo'ldi. Agar kimdadir shu SAT IELTS application yoki
savollari bo'ladigan bo'lsa, bemalol bog'lanishlari mumkin. Men sizga demak o'sha professional accountimni tashlab qo'yaman, o'sha yerga bog'lanishgan yaxshi. Bunda asosan o'zim shaxsiy narsalarim bor. O'shaning uchun professional accountimni kanalingizga qo'shib qo'ysangiz, kanalingizga tashlab qo'ysangiz, agar yordam kerak bo'lsa, qo'limdan kelgancha xudo xohlasa yordam beraman. Albatta, biz tayyormiz. Hop, sizdan albatta keyinchalik topshirish jarayonida qanaqadir savol tug'ilsa, Xudo xohlasa. yordam qilamiz. Hop, bu narsa haqida qo'shimcha keyin video tashlab berishga va'da berdingiz. Biz kutamiz albatta. Xudo xohlasa rasm va videolardan tashlab qo'yaman sizga. Hop, bunday bo'ladigan bo'lsa, sizga rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Ro'zan ayyomining birinchi kuni muborak bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham taklif qilganinglar uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat sizlarga. Siz nomeringizni, sizni akkauntingizni Ibrat kampga borganimda, u yerdan ortib turgan do'stlarimdan oldim. Adashmasam aytingiz. Kimdandir oldim. Hop, rahmat. Agar o'zingizni yakunlovchi so'zingiz bo'lsa, marhamat. Hamma qatnashgan ishtirokchilarga rahmat. Sizlarga ham juda ham katta tashakkurlarni bildiraman. Yaxshi loyiha qilgansizlar va shunaqa loyihalardan ko'proq qilish kerak. Ya'ni ko'pchilik shu aytganingizdek konsaltingga borib aldanib qoladi yoki bo'lmasa boshqa problemalar bo'ladi. O'zingiz qilish mumkin bo'lgan narsani pulga qildiradi. Pul ketkazadi. Agar bizga o'xshagan o'quvchilar, chet eldagi o'quvchilar o'zlarini eksperiyensalarini o'zlarini boshidan o'tkazganlarini aytib berishadigan bo'lsa, kelayotganlar uchun unchalik qiyinchilik tug'dirmagan bo'lardi deb o'ylayman. Va ya'ni bemalol o'zlari ham topshirib kelishaveradi. Unchalik qiyin bo'lmaydi. Ya'ni chet eldagi ko'pchilik masalan agar chetga ketmoqchiman dedida, qayerdan boshlash bilmaydi. Konsaltingga boradi oxiri. O'shaning uchun shunga o'xshagan loyihalar qilayotganinglar uchun sizlarga juda ham katta rahmat. Ya'ni o'quvchilarni kelayotgan yosh-avlodni yaxshi yo'llarga boshlab, yaxshi to'g'ri maslahatlar berish orqali ularga ham bir qanchadir manfaatimiz tegadi, o'ylayman. Albatta, biz win-win tizim orqali ishlayapmiz, ya'ni o'zimizga universitetga topshirish jarayonida ekspertiz sifatida va talabalarga yordam berish sifatida. Xo'p, bugungi holat uchun avvaldan uzr so'rayman. Bugun tarovihning ikkinchi kuni. Do'stlarimizning ko'pchiligi namozga ketib qolishdi. Bemalol shunaqa problema bo'ladi deb o'ylagandim. O'zi shundoq ham, chunki bizda kechqurun boshqa qilganimizda bizda ham kechqurun tarovih bo'lardi. Yozib oldim deyapsiz, yozib olganlarini ko'rishadi, xudo xohlasa. Foydali ma'lumotlarni olishga harakat qildik. Agar kimdadir savol bo'lsa, keyin o'zingizga yoki murojaat qilsa, biz so'rab beramiz albatta. Rahmat sizga. Xo'p. Keyinchalik yana ko'rishamiz degan umid. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar, yaxshi dam olinglar. Xo'p, rahmat. Barchaga xayrli kech. Navbatdagi suhbatlarimda ko'rishib qolguncha xayr. Hop. Keyingi galgi suhbat yanagi shanba yana bir bor amerikalik talaba bilan bo'ladi. U ham UCFda g'olib bo'lgan. Bu faqat 4 kishi bildi. Barchaga omad tilayman. Xayrli kech. Rosa charchadim.